Mana eng so'nggi. Trampning muddati yaqinlashmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni bir kechada olib chiqib ketish mumkinligini aytdi. Bu seshanba kuni bo'lishi mumkin. U Eronga Hormuz bo'g'ozini qayta ochish uchun belgilagan muddat. Infratuzilmaga hujumlar. Tramp Eron ko'priklari va elektr stansiyalariga zarba berish bilan tahdidlarni takrorladi va agar Eron xalqi oxir-oqibat o'z ozodligini ta'minlasa, azob chekishga tayyor bo'lishini da'vo qildi. Tehron bunday hujumlarning oqibatlari mintaqadan tashqariga chiqish haqida ogohlantirdi. IDF ogohlantirishi. Trampning muddati tugashidan oldin Isroil harbiylari eronliklarni poyezdlardan foydalanmaslik va temir yo'l liniyalaridan uzoqroq turishga chaqirdi. Ogohlantirish G'arb internetining qolgan qismi singari Eron bo'ylab bloklangan X'da e'lon qilindi. Oliy rahbarga qarshilik. Mojtaba Xomenai bayonotida Eron kuchlari qo'mondonlarning o'ldirilishi bilan to'xtatilmasligini aytdi. Eronlik vazir yoshlarni elektr stansiyalarida tirik zanjirlar hosil qilishga chaqirdi.